Fabio, jamoangizning ushbu turnirdagi ishtirokiga umumiy baho bersangiz. Faqat bugungi o'yin emas, balki butun musobaqa haqida. Sizningcha bu jamoa bundan ham yaxshiroq natija ko'rsatishi mumkinmidi yoki bu debyutdan ortiqchasini kutish noto'g'rimidi? Biz butun o'yin davomida muvozanatni saqlashni o'rganishimiz kerak. Ayrim uchrashuvlarda yaxshi boshlaymiz, ammo ikkinchi bo'limda butunlay pasayib ketamiz. Kolumbiyaga qarshi o'yinda ham shunday bo'ldi. Portugaliyaga qarshi esa juda qiyin bo'ldi, chunki ularning saviyasi biznikidan ancha yuqori edi. Bugun esa o'yinni juda yaxshi boshladik. Birinchi bo'limni yuqori tempda o'tkazdik va Kongo terma jamoasiga darvozamiz oldida deyarli hech qanday imkoniyat bermadik. Ammo tanaffusdan keyin maydonda juda qiynaldik. Jamoa sifatida harakat qilishni to'xtatdik. Mening nazarimda eng katta xatomiz o'z futbolimizni o'ynashdan voz kechganimiz bo'ldi. Men buni futbolchilarga doim tushuntirishga harakat qilaman. Bilaman, bu oson emas, ammo biz to'p bilan o'ynashga intilishimiz shart. Aks holda biz faqat raqib ortidan yuguramiz, to'pni tortib olishga kuch sarflaymiz. Nihoyat uni qo'lga kiritganimizda esa hujum qilish uchun na kuch, na tetiklik qoladi. Natijada xatolar yuzaga keladi. Bu tajriba masalasi. Umid qilamanki, ushbu jahon chempionati men va futbolchilarim uchun juda katta saboq bo'ladi. Bu turnirga kelishdan asosiy maqsadimiz ham aynan mana shu bebaho tajribani qo'lga kiritish edi. Sizningcha jamoaning eng katta xatosi nimada bo'ldi? Balki shaxsan o'zingiz qandaydir xato qilgandirsiz. Men mag'lubiyatdan hech qachon xursand bo'lmayman, chunki yutqazishni yomon ko'raman. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Ha, albatta, xatolar bo'ldi, buni inkor etmayman. Lekin futbolchilarimga biror e'tiroz bildira olmayman. Men hech qachon o'z futbolchilarimni tanqid qilmayman. Men buni qur'a natijalari chiqqan ilk kuniyoq aytgandim. Bu guruh ham, bu jahon chempionati ham biz uchun nihoyatda og'ir sinov bo'ladi. Agar kimdir O'zbekiston, Kongo yoki Kolumbiyani bemalol yutish kerak deb o'ylagan bo'lsa, adashgan. Jahon chempionatining darajasi nihoyatda yuqori. Hatto mashhur murabbiyga ega bo'lishning o'zi ham hech narsani kafolatlamaydi. Biz futbolchilarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Ular maydonda bor kuchini berdi. Hozir kiyinish xonasida ular butun O'zbekistondagi eng ko'p iztirob chekayotgan insonlardir. Bunga ishoning. Lekin ular oxirigacha kurashdi. Men ular bilan faxrlanaman. Bu chempionat og'ir o'tishini boshidanoq bilardik. Ammo aynan mana shunday tajriba bizga kerak edi. Ishoning, men futbolchilarimni hech qachon ayblamayman. Ular xato qilishi mumkin, ko'p texnik nuqsonlarga yo'l qo'yishi mumkin. Ammo men ularning qalbida nimalar kechayotganini juda yaxshi bilaman, chunki bir paytlar o'zim ham futbolchi bo'lganman. Albatta, Portugaliya yoki Kolumbiya darajasidagi jamoalarni mag'lub etishimizga ko'pchilik shubha bilan qaragani tabiiy hol. Ammo biz bir narsani unutmasligimiz kerak. O'zbekiston futboli rivojlanishda davom etishi shart. Biz akademiyalarga va yosh futbolchilarga sarmoya kiritishda davom etishimiz kerak. Chunki faqat shu yo'l bilangina keyingi 20-30 yil davomida O'zbekiston terma jamoasining muntazam ravishda jahon chempionatlarida qatnashishini ta'minlash mumkin. Bu turnirga yo'llanmaning o'ziyoq ulkan yutuq edi. Endi esa shu poydevor ustida yanada oldinga qadam tashlashimiz kerak. Muxlislarga aytadigan gapim shuki, men ham futbolchilarimiz ham qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Afsuski bu yetarli bo'lmadi. Demak, bundan ham ko'proq ishlashimiz, yanada kuchliroq bo'lishimiz kerak. Bilaman, federatsiyaning maqsadi yoshlarni muntazam rivojlantirish va yuqori saviyadagi futbolchilarni yetishtirish. Ammo buning uchun vaqt kerak. Nol ochko bilan uyga qaytish achchiq va alamli. Buni juda yaxshi tushunaman. Lekin bir narsani unutmang. Mening yigitlarim maydonda borini berdi. Hech kim ularni fidoyilik yetishmadi deb ayblay olmaydi.